Assalomu alaykum opajon, siz ismingiz nima? Safina. Safina opajonsiz akajonlari ham bor. Ular endi bolajonim, akajoningiz ham sizni shunaqa kutyaptilar, lekin maktabga ketishga to'g'ri kelib qoldi. Safina, qizimiz, kim deb o'ylaysiz? O'g'il bolami, qiz bolami? Qiz bola. Adasi kim deb o'ylaydilar? O'g'il bola deb o'ylaydilar. Akasi ham o'g'il bola deb o'ylaydilar. Oyisi cho'ttilar, qiz bola deb o'ylaydilar oyisi. Tak, ojon siz aytayaptilar ki Zulayho opa, shunda sizni ko'rdim. Qiz debsiz. Ko'zlari ko'm-ko'y ekan deyaptilar. Hali tug'ilganda bilamiz. Opajonisi kim bo'lsa ham xafa bo'lmaymiz. Kelishdikmi? Ichidan agar ayiqcha chiqsa biz o'g'il bola, qo'g'irchoq chiqsa qiz bola bo'ladi. Qani, adingiz bilan birgalikda oching. Da!